Hop, akalar, bugun mana o'rganamiz deydi-ku. Hop, mana bunaqa faralarni qulog'i sinib ketsa, ko'chalarda yaratib berishadi. Mana bunaqa yamalgan sinib ketgan ekan. Plasmas ya'ni. Buni uy sharoitida oddiy va baquvvat yamasa bo'ladigan narsa. Bizga nima kerak bo'ladi? Bitta mana bunaqa setka kerak bo'ladi. Eski palonkalarga bo'ladi. Setka mayda teshikli bo'lsa bo'ldi. Shunaqa kerak bo'ladi, payanli kerak bo'ladi. Setkani mana bunday qilib buni joy-joyiga qo'ygandan keyin setkani shu yoqqa moslab kesib olamiz dedik, kichkina qilib. Mana bunday qo'yamiz o'ziga. Shu yamonni o'rtasiga qo'yamiz. Yarim yoqqa, yarim bu yoqqa qo'yish kerak bo'ladi. Joy-joyiga qo'yib olib, payanlikni olib ustidan bosib turib, setka erib plasmas ichiga kirib ketadi. Turib kirib ketadi. Setkaning ichidan o'zi plasmas chiqib keladi bu yoqqa. Bu dodda bo'ladi, lekin bu xudo xolasa bo'tidan sinmaydigan bo'ladi. Boshqa yerdan sinadi, bu yoqdan sinmaydi. Ichida mana setka ushlab qoladi, metal bo'lib, qattiq bo'lib. Ushlab tursangiz, plasmasdan chiqarib, ustini bunday qo'yasiz, ushlab turib. Unda kattaroq payanli bo'lsa bo'ldi, qizdiradigan. Shunchaki bundan ustidan ushlab tursangiz bo'ldi, buni o'zi kirib ketaveradi ichiga. Ya'ni buni biladiganlar bor, u bilmaydiganlarga. Ya'ni plasmas fenda yamaydi. U baribir qo'yib yuboryapti deb bunaqa qattiq joylarda. Endi mana qimilli yog'li joylarga o'tdi. O'shanga men o'zim iloji boricha yamab kelgandan keyin ham shunaqa setka qo'yib xonada o'zim shunaqa qo'raman o'zi. Har doim setka qo'yib ustidan yamab o'raman. Bu yamalgan ekan, bilmayman, yechganimizda singan chiqdi lekin bu. Tamam, ustini nima qo'yasiz? Dodda ishlaydi lekin. Xohlasangiz bu yoqdan ham qo'rasiz. Chutki ushlab qo'yadi joy-joyida. Sasi bo'lgandan keyin ichkari tomondan ham kichkina qo'yamiz. Hozir ham bitta kichkina qilib qo'yamiz, kichkinasida. Olgan tomoningizga ham setkalarni bukib turib, burchak qilib, burchaklarigacha ham qo'yaversa bo'lardi. Chutki ishlab qo'yadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa bu yog'iga endi mana shunaqa kerakli maslahatlarni berib boramiz, kimgadir kerak bo'lsa kirib ko'raverasizlar. Salomat bo'linglar.